Oyda azizlar, Rasululloh alayhissalom iftorlik berganga savob va'da qildilar. Hadisda aytdilarki, bu oy shunday oyki, kim bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, uni gunohlari mag'firat qilinadi va jahannamdan ozod bo'ladi dedilar. İftorlik qilish kerak. Chunki boy odam azizlar ozgina o'zida hissiyotini o'tkazish kerak ekanda, mana aslida biz faqat saharlik bilan saharlikda iftorlik qilib bitta tushlikni tark qilyapmiz xolosda. Lekin shunga shuncha ovora, shuncha tayyorlanamiz shu bitta tushlik uchun. Ozgina o'tib ketsa qiynalib ketamiz. Mana shunday ekan, har bir odam o'zidan shu ochligini his qilgandan keyin kambag'al, yetim, yesir, beva, bechorani darhol ko'z oldidan o'tkazib, men bitta tushlikni tark qilganligim uchun shuncha qiynalyapman. Lekin falon odamni bilamanki, haftalab go'sht yemasligi mumkin. Bir haftada 2 marta qozoni qaynashi mumkin. Shu odamga juda qiyin ekan, men unga yordam berishim kerak degan tasavvur paydo bo'lishi kerak. Mana bu ro'zadan ko'zlangan taqvoni ziyoda bo'lishining nishonasi. İftorlikni biz har safar aytamiz. Birodarlar, iftorlik qilishlik savob, lekin iftorlik berish degani bu marosim qilish bo'yicha musobaqa qilish emas. Dabdaba bozlik emas. Eng tanqis taomlarni qo'yib, dasturxonni to'ldirib, hammani qorni to'q bo'lgan odamlarni chaqirib turib qilishlik emas. O'zi bitta iftorlik emas azizlar, har qanday ehson, har qanday ziyofat bu yetim, yesir, beva, bechora, kambag'alniki bo'lish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam yozilinajak dasturxonlar ichida, qilinajak ziyofatlar ichida eng yomoni shunday ziyofatiki, qorni to'qlarni taklif qilib, qorni ochlarni chaqirilmaydigan ziyofat dedilar. Qorni to'qlarni chaqiramiz, iloji yo'qda azizlar. Bundoq qarasak, dasturxon atrofida o'tirganlarda deyarli 90% dan ko'prog'i dasturxoni uyda butun odamlar bo'ladi. Ba'zan nochorroq qo'shnimiz ham kirib qoladi, lekin u qo'liga suv quyadi yoki choy tashiydi. O'zini xizmati bor bechora. Nima qilish kerak? Buning uchun azizlar, mana shu iftorlikni joyiga qilishlikning eng yaxshi yo'li o'sha kambag'al odamlarni xonadoniga olib kirish. Biz iftorlik deganda marosimni tushunib qoldik-da. Bir xilgi marosimlarda bir xilgi iftorlikka sarflangan xarajat bitta kambag'al odamning to'yini. Mana shu ketgan xarajatni taqsim qilib hech kimga bildirmasdan Alloh uchun borib eshigini taqqilatib bitta kambag'alni qo'liga berib, mana buni bola chaqangiz bilan iftorlik qilasiz deng. Rasululloh alayhissalom va'da qilgandek, sizni u dunyoda Alloh taolo Rasulullohning hovuzlaridan suvni ichirib, jannatga kirguningizcha chanqamaydigan holatga qo'yib qo'yadi. Haligi odam xonadoni ham qanday xursand bo'ladi. Iftorlik shunday bo'lish kerak. Biz iftorlik deganda ko'pchilikni aytadigan katta dabdaba shunaqalarga o'rganib oldik. Har yili gapiryapmiz bu narsani. Lekin afsuski to'xtatishning ilojisi yo'q. Gapirib o'zimiz ham boramiz o'sha iftorliklarga. Odamiylik degan narsa bor. Bir-birimizga bo'lgan munosabatimizni buzmaymiz degan narsa bor. Lekin agar hammamiz qilsak to'g'ri, bu degani iftorlik qilsa birorta tanishib badavlatroq bo'lsa yoki falonchi bo'lsa kelmasin degan joyi yo'q. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamda ham iftorlikka chaqirganlar, badavlat bo'lgan sahobalar ham kirgan. Lekin umumiy maqsad mana shu faqir va miskinni qorinini to'ygizish degan maqsaddan yiroqlashmaslik kerak. Mana bu maqsadni olg'a surishimiz kerak.